Bismillahirrahmanirrahim. Bugun 4-aprel 2026-yil. Mana hali joyimizga tashlaganimiz bor edi, ko'rdilaringiz. Ko'rsatgan video olganman, uni ham ko'rsataman. Tugatdi, xudo xolisa. Mana zakaslar bor edi. Qoplab saqlab qo'ydik, olib ketamiz ishda keyin. Mana xo'sh, mana yashil qopni sirazi olib borib ishlataman deganligi. Mana bu yerimiz ko'rinishi. Ama oq qop degilar silitra qopdan topdiyda bozordan. Ichida mana selofani bor qop. Selofani bilan mana bu yerimiz. Xudo xolisa, o narigi burchagimizda bor. Tegini ham ko'rsataman. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa, inshaalloh bor 40-50 tonnacha xudo xolisa bor hali. Mana men o'zim charchamanglar, sog' bo'linglar. Qoplarni tikib qo'yay endi. Majmun. Bularni magazinchilar oladi. Betatdiklar gul magazinlar olyapti. Ularga saqlagani yaxshi. Selofani bor. Bular sirazi olib ishlatib oladi. Sog' bo'linglar. Charcha.